Hammaga assalomu alaykum. Bilimsizlar jigarlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Xudo xolasa challengeimiz ikkinchi kuni. Kecha alhamdulillah take profit oldi bitimimiz. Xudo xolasa bugun ham inshaalloh bitimimiz take profit oladi. Birinchi o'rinda hozir bozorda analiz qilamiz. Hozircha konsultatsiya bo'lyapti o'rtada. Biz nima qilamiz endi? Bitta selga harakat qidirsak bo'lar ekan. Selga harakat qidirsak bo'lar ekan. Ani selga ochaylik-chi. Mana balansimiz. Hech qanaqa balansga pul tushirilmagan. Doğrusu selga ochamiz. Bugungi foyda maqsadi minusda ochildi riski. Bugungi foyda maqsadi 80 sent ekan. Kecha 80 sent foyda ko'rdik. Bugun $1 foyda ko'rsak, xudo xolasa bugungi challenge ham take profit bilan olib chiqib ketamiz. Biz tomon yuryapti. Kichkina time frame yutib olaylik-da. Agarda biz hozir zo'r impuls beryapti kichkina time frame'da. Biz mana shu yerda bitim ochdik. Stop loss mana shu yerda bo'lsa, take profitda 1 ga 2 ga qo'ysak, 1 ga 2 соотношениеda. Mana shu yerda yopamiz xudo xolasa. Bitimimiz foydada hozir. Nima bo'larkan endi xudo xolasa? Bugun ham take profit olsa kerak. Zo'r. Nechi take profit? 83 700. 83 700. 83 700 ga take profit qo'ysak, vashshi olib ketib qolarkan, $2 olib ketib qolarkan. Mayli endi $1.5 deb ko'ramiz. Ana riski hozir bugungi xudo xolasa challenge'imizni ikkinchi take profitini ham olishga sal qoldi. 80 sent bo'lish kerak edi o'zi bugun rejada. Undan ham o'tkazyapmiz ana. Hech qanaqa yolg'on emas. Mana kichkina balansdan boshlanyapti, xolos, katta balansdan boshlangan yo'q. Kichkina balansdan boshlanyapti. Prosta riskka amal qilib emotsiyaga berilmasdan ishlansa, xudo xolasa u $150,000 tugul $1 million gacha ko'tarsa bo'ladi. Prosta broker yechib bersa bo'ldi bizga. Broker yechib bermasa nima qilamiz endi? Hech nima qilamiz, iloji yo'q. Prosta tasdiq uchun qilaylik-chi bir. Yuradi hali. Xudo xolasa.
tepaga impuls olyapti. Jali bozor kichkina time frameda tez harakatlanadi. Jaqali qaltis bo'lsa $1 ham yo'q fo'rinamiz. $2 bo'lmasdan. O zo'r. Zo'r yuryapti. Xudo xohlasa. Lekin shitdan reaksiya olishi ham mumkin. Mana shu shitdan. Mana shu yerdan ham reaksiya olishi mumkin. Buzib ketsin yana zo'r. Yetam dem qilib, cho'chib ketgan, cho'chdan. Rosa bizni nimamiz qilgan ekan. Mana 83 sent. Bugungi xudo xohlasa rejamiz uni foyda maqsadi to'ldi. Endi nima qilamiz? Bezubitga qilib qo'yamiz. $1 ham bo'ldi. Hech qanaqa yolg'on emas. Rosa ashitdan reaksiya olganida yopish kerak. Katta impuls berdi, ko'rdilaringmi mana? Tek profit oldi 2.30 sent. Cho'tki vashshe zo'r impuls berdi. Vashshe cho'tki impuls berdi. Bekor qo'yibman tek profit bor. Endi nima deymiz? Nima demaymiz? Ko'rdilaringmi? Ochgan bitimni 1 kat satnasheniyada qana nima qilganini? Qana tek profit olganini? Orqaga bo'shim yurgan yo'q. Mana metdan mana mashitdan bitim ochilgan bo'lsa, stop loss tomon vashshe yurgan yo'q. Mana mashitdan to'g'ri tushdi, degan sana. Tek profit olib tepaga qaytib chiqib ketyapti. Endi xudo xohlasa bugun yakshanba bo'lsa, xudo xohlasa ertaga oltinda ishlaymiz. Bitcoin xavfli, impulsini ko'ryapsizlar, impulsi ham kuchli. Tez tek profit olishi ham mumkin, tez balansni yo'q qilib qo'yishi ham mumkin. Hozir bitta tepaga impuls olib, stop loss qo'yganim ham yo'q. $10 shunday hozir yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Xavfli, lekin mana kecha 10.88 sent edi, bugun 13.12 $. 13.12 $. Alhamdulillah, bugungi tek profit olindi. Ko'rayotganlaring uchun rahmat. Kuzatib boringlar, xudo xolasa ishonchlaringni oqlayman. Shu tam olamiz. Birga ishlamoqchi bo'lsalaring, shu tam olib birga ishlayveramiz. Murojaat qilmoqchi bo'lsalaring, shu video tagida silka qoldiraman, shu silkaga kiraverasizlar.